Mana, turing ovqatingizni olib keldim, yeb oling. Ichmayman. Olib chiqib keting. Hozir yemasangiz, baribir ham keyin yeysiz-ku, qorningiz ochadi. Buvijon. Voy. Saidaxon, keldingmi bolam? Voy. Bu yerga qanaqa qilib kirding qizim? Oying quflab chiqib ketgandi-ku ustimdan. Oyim kalitni muzlatgichning ustiga qo'yibdilar. Olib keluvdim-da buvijon. Voy jonim qizim, bekor qilsan-da shu ish. Hali oying bilib qolsa, ikkalamiz ham ko'zimizni ochirmaydi-da. Sal turib chiqib ketarman buvijon. Sizni ko'rgim keldi-da. Voy jonim bolam. Meni ham seni ko'rgim keldi bolam. Kelaman. Sog'indim-da buvijon. Aynan, men ham sog'indim desam. Mana shu ovqat issiqqina bo'lib turibdi. Shunday yeb olgin, xo'pmi? O'zingiz yemaysizmi buvijon? Men endi bilasan, kechroq ovqat yedim. Oshqozonim og'riydi. Sen yeb olgin, xo'pmi? Bo'pti, yeyman, lekin yarmini siz yeysiz. Xo'p, bolam. Kel. Buyurib o'rgilsin. O'zing bilasan, qizim. Qizim. Umring uzoq bo'lsin, Xudoyim. Baxtingga salomat. Xo'sh bo'lsin. Ha? Voy sho'rim, ay Saida, voy qara. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim.